Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Present Simple zamonini o'rganishni davom ettiramiz. Bundan oldingi darsimizda sizlar bilan Present Simple'ni darak shaklini, ya'ni pozitiv shaklini o'tgan edik. Bugun endi sizlar bilan negative form, ya'ni inkor shaklini yasashni o'rganamiz. Ya'ni inkor gaplarni tuzishlarni o'rganamiz. Bizani bugungi mavzuyimizning formulasi mana subject plus do'ga not qo'shamiz yoki does'ga not qo'shamiz, keyin verb o'zi keladi. Verbga hech narsa qo'shilmaydi. Xo'p, subject degan joyiga o'sha I, we, you, they, he, she'lar qo'yiladi yoki ismlar, narsalar qo'yilishi mumkin. Xo'p, do va does nima desanglar, bu present simple'ni yordamchi fe'li. Chunki present simple yordamchi fe'llari nima desa, do does deyish kerak. O'sha to'g'ri bo'ladi. Xo'p, biz mana shu do bilan does'ga not qo'shsak, o'sha bizning negativ, ya'ni inkor shakli formulamiz bo'lib qoladi. Xo'p, do'ga notni qo'shib don't qilib qisqartirib yozsam bo'ladi. Does'ga notni qo'shib esa doesn't qilsam bo'ladi. Chunki xo'p, mana bu don't faqatgina I, we, you, they va ko'pliklarga ishlatiladi. Xo'p, doesn't esa he, she, it va birliklarga ishlatiladi. Xo'p, mana verbga, ya'ni fe'lga hech narsa qo'shmaymiz. Bu formulamizda fe'lni o'zini shakli bo'ladi. Xo'p, mana asosiy narsalarni aytdim. Endi present simple'da biz oldingi darsda tuzgan pozitiv gaplarni inkor qilishlarni o'rganamiz. Inkor qilish qanaqa desanglar, masalan, men har kuni kitob o'qiyman degan gapni tuzib ko'raylik. Oldingi formula bo'yicha men har kuni kitob o'qiyman degani I read a book every day. Men har kuni kitob o'qiyman degani. Ana endi bugungi mavzuyimizga shu gapni o'giradigan bo'lsak, ya'ni men har kuni kitob o'qimayman deb inkor qiladigan bo'lsak, bu salgina boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni mana formulaga qo'yamiz. I, ya'ni subject o'rniga I qo'yaman va I ga nisbatan don't ni ishlataman. Shunda qanaqa bo'ladi? I don't, mana formula bo'yicha joy-joyiga qo'ydim. Mana subject qo'ydim, do notni qo'ydim. Endi fe'l qo'shim kerak. O'qimoq. O'qimoq nima degani? I don't read a book every day. Mana shu gapim buni to'liq o'qisak, I don't read a book every day bo'lsa, men har kuni kitob o'qimayman degani. Chunki inkor gaplar shunaqa tuziladi. Xo'p, endi keyingi gapim, men har kuni kino ko'rmayman desam qanaqa bo'ladi? Men har kuni kino ko'rmayman. Xo'p, men degani I ga yana nima ishlataman? Mana men I ga yana don't ni ishlataman. Demak, I don't, ana endi men fe'l qo'yishim kerak. Ko'rmoq nima degani? Watch. I don't watch nima? Kinolar. Xo'p, bu gapni o'qiydigan bo'lsak, I don't watch movies every day bo'lsa, men har kuni kinolar ko'rmayman degani. Chunki inkor qilyapmiz. Xo'p, endi we ga tuzib ko'ramiz. We ga masalan biz har hafta futbol o'ynamaymiz degan gapni tuzib ko'radigan bo'lsak, we ga yana don't ishlataman. We don't o'ynamoq. Play nima? Futbol. Qachon? Every week. Bu gapni to'liq o'qiydigan bo'lsak, we don't play football every week degani biz har kuni futbol o'ynamaymiz degani. Inkor qilyapmiz. Xo'p, endi you ga tuzib ko'radigan bo'lsak, sen odatda issiq choy ichmaysan deb gap tuzib ko'ramiz. Sen odatda issiq choy ichmaysan. You don't usually drink hot tea. Hop, bu gapimiz you don't usually drink hot tea bo'lsa, sen odatda issiq choy ichmaysan degani. Chunki inkor qilyapti. Ichmaysan deyapti, ichasan demayapti. O'shanga e'tibor beringlar. Inkor gaplar darak gaplarni farqlashni o'rganib olaylik. Xo'p, endi asosiy joyga kelyapmiz. Endi heshitlarga ham tuzib ko'raylik, kelinglar. Masalan, ga tuzadigan bo'lsak, u har doim maktabga avtobus orqali bormaydi deb gap tuzib ko'ramiz. U har doim maktabga avtobus orqali bormaydi deb gap tuzib ko'ramiz. Bu qanaqa bo'ladi? Xo'p, he endi don't qo'yolmayman, doesn't bo'ladi. He doesn't har doim degani always bormoq, go to school, maktabga nima orqali? Avtobus orqali, by bus. Bu gapni to'liq o'qiydigan bo'lsak, he doesn't always go to school by bus bo'lsa, u har doim maktabga avtobus orqali bormaydi degan. Chunki boradi bo'lib qolsa, oldingi mavzuyimizga o'tib qoladi. Bugungi mavzuyimizda bormaydi bo'lishi kerak. Xo'p, ana endi kelinglar, she ga ham gap tuzib ko'ramiz. Ya'ni qiz bolaga. U har doim ishini vaqtida tugatmaydi deb gap tuzib ko'ramiz.
u qanaqa bo'ladi? She, ya'ni she ga doesn't qo'yamiz. She doesn't always, har doim. Endi tugatmoq degani finish, ishini bo'lsa her work on time, vaqtida degan. Xo'p, bu gap to'liq o'qiydigan bo'lsak, she doesn't always finish her work on time bo'lsa, u har doim vazifasini, ya'ni ishini vaqtida tugatmaydi degani. Tushunga? Xo'p, ana endi mana bu bizning formulamiz bor edi-ku, mana mana shu yerda narsalar ham kelishi mumkin. Masalan, kompyuterim, magazin, ota-onam, ismlar ham keladi. Jek, David, Anna, kim shunaqa ismlar ham qo'yib ishlasak bo'ladi. Kelinglar shularga ham for example bittadan ko'rib chiqamiz. Misol uchun, meni kompyuterim yaxshi, ya'ni zo'r ishlamaydi deb gapni tarjima qilib ko'ramiz. Meni kompyuterim zo'r ishlamaydi deb. My laptop deganim bu it ga kiradi. Chunki bu jonsiz kompyuter, ya'ni notebookim jonsiz. O'shaning uchun bunga it bo'ldimi? It bo'lgandan keyin mana boya aytgandim, he it kelsa doesn't ishlatiladi. Demak, my laptop ga ham doesn't ishlatiladi. Chunki my laptop doesn't work properly. Mana kompyuterim zo'r ishlamaydi, yaxshi ishlamaydi degan ma'noni beradi. Chunki, xo'p, keyingi gapimiz, meni ota-onam choy ichmaydi deb gap tuzib ko'ramiz. Meni ota-onam degani my parents. Demak, my parents bu ko'plik. Ko'plik bo'lsa, mana my parents they bo'ladi. Ya'ni my parents bu yerda hozir they bo'lib turibdi. They bo'lganidan keyin don't ishlatiladi. Chunki, demak, my parents doesn't bo'ladimi? Yo'q, don't bo'ladi. Chunki ota-onam nomi ular ikkita kishi, ya'ni ko'plik ular. My parents don't drink tea. Mana ota-onam choy ichmaydi degani. Xo'p, endi ismlar bilan ham ishlab ko'raylik. Masalan, Jack shokolad yoqtirmaydi deb ko'ramiz. Jack doesn't like chocolate. Bu gapni to'liq o'qiydigan bo'lsak, Jack doesn't like chocolate bo'lsa, Jack shokolad yoqtirmaydi degani. Shunga, xo'p, endi yana bitta ism ko'raylik. Masalan, David shashka o'ynamaydi deb gap tuzib ko'ramiz. David bo'lsa yana doesn't bo'ladi, chunki bittagina ism. David doesn't play chess. David shashka o'ynamaydi deb tarjima qilinadi. Chunki bugungi mana shu mavzuyimiz edi. Inkor shakllarini o'tdik. Iloji bo'lsa, sizlar ham mana shu formuladan foydalanib, hozirgi tuzgan gaplarimizga, mana bunaqa gaplarga o'xshatib, sizlar ham harakat qilinglar, gaplar tuzishga. Keyin oldingi mavzudan farqli bo'lib turish uchun mana don't, doesn'tlarni tagiga chizib qo'ysanglar, o'zinglar uchun ajralib turadi. Keyin bitta narsa yaxshilab eslab qolinglar, gapimizda he, she, it yoki bittagina ism narsalar bo'lsa, hammasiga doesn't ishlatib ketaverasizlar negativida. I, we, you, they ko'plik bo'lsa, don't ishlatasizlar. Bo'ldi. Hamma o'sha negativ, present simple negativ gapida yoki don't yoki doesn't bo'ladi. Chunki o'shalarni ishlatib gap tuzib ketaveramiz. Bunaqa qiyin mavzu emas, bugungi mavzuyimiz ham. Harakat qilinglar, yaxshilab o'rganishga va ko'proq gap tuzishga. Sizlar qanchalik ko'p gap tuzsanglar shu mavzuga, shuncha ko'p va tezroq o'rganasizlar bu mavzuni. Chunki see you next class. Take care.